Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Anglayotganinglar Zo'rdun Sabirning Archi yapraqi nomli postlar to'plamining davomi. Archi yapraqi kirish so'z. Yo'llarning qasnaqlarga, gulliklarning o'ttirsiga, ko'rkam binolarning hayvatlik supularga tikilgan archilar qish yoz yashirib turadigan yaproqlari bilan go'zal. Gullarmi go'zal. Lekin ular echiladi, to'ziydi. O insan çırayının simvoli. Archi yaproqlarchu o ana qamitiga hamisha sin berib turadigan vafodor farzandlarning simvoli. Vatanim, sen munbat tuproq, sunmas, tavrimas, mangu yeshil archiga o'xshaysan. Men sana yaproq bo'la olsam baxtlik. Elining kundalik xotirsidan. Dəftərinizin qitiga archi şexidən qısturub qoydum. Yaproqları yaşlıq baharımızın belgisi bo'lib, yillarni uzatsin. Mahbubaning eli albomiga yozgan yodgor so'zidan. Meni tabriklama. Kuzning oydan oqshimi xiyolchanlar uchun ajab yaxshida. Tiniq osmonda chimirlab turgan yulduzlar sana hissiyot taqdim qiladi. Oppoq ko'chalarga guldavan sayı taşlap salqın küz şamılida yenik iğanlaşkan terekler yaproqlarını şıldırıltıp seni xiyalga, güzellik denizga şungutudu. Adamsız, şapsız, çang tozangsız koçada yaxşı kiyingen zılva boy büdüre çaşlıq bir yigit kolunu keyniga qilib ritim bilan dassab yürüydü. U g'ach-g'ach oyoqlari bilan yerni chinroq dassa, go'yo beshig'i qo'ngan baxt qushi uchib ketadigandek ehtiyotchan ko'rinadi. Baxt sharobi tashnoligidan qurg'an lavlari xushalliq kulkisidan yumilmay qolgan edi. Uningga bu oqshom cheksiz go'zal, mushu g'ach-g'uch oyoqlarga poyandoz bo'layotgan tuproq cheksiz qadrlik edi. U hayajon bilan kelgisi to'g'risida bugun boshlangan tunji muhabbat dostonini patroq voyaga yetkazish yo'lida xiyol qiladi. U yotoq binosining oldiga kelib, qadamlarini to'xtatdi-da o'z-o'ziga. Mana endi mendan baxtli odam yo'q deb pichirladi. U yotig'iga kirib o'z xushalligini izhor qilish uchun do'stining ustiga kiyimlari bilan tashlandi. Chala uyquliq do'stining o'ng qulog'ini tortib oldirab pichirlashga boshladi. Eli, hey yuvosh qo'za, meni chin quchoqla, tabrikla. Men baxtlik, murodiga yetgan yigitman. Ikkisining qaysi? Eli xo'shaqmayli so'radi. Avval quchoqla, tabrikla. Miljingligingni bugunchi bo'lsa-mu tashla. Bo'lmasa qulog'ingdan ayrilsan. Eli uni yenik quchoqladi va xayrlik boshlanish xushallik bilan oxirlasin dedi. Bo'l, kiyimlaringni kiy. Bayatin ko'chada yurib o'ylaganlarimni to'liq aytmasam, sangimi, mangimi uyqu yo'q. Hey Kamil, dedi Eli kiyinib etib. Bilib qo'y, bu mening 3-chi qatim tabriklashim. Tez qiziquvchi medallar tez soviydi. Qani, yana bir qatim anglay. Aldınqilari o'tkinchi hissiyat edi. Men ajrsiz mevaga, cheksiz o'lchiga erishgan edim. Lekin bu qatim o't ichiga sho'ng'ib kirib, go'har izlagandek, cho'l bayovonda suv izlagandek ajr qildim. Mana oxiri cheksiz xushallikning eshigini ochdim. Kamil Elining qo'lidan so'rab ko'chaga elib chiqdi. Jimjit ko'chada bu ikki yigitdan boshqa hech kim yo'q edi. Ular qo'ltiqlashib asta minishdi. Eli Kamilning o'ynoq ko'zlariga qaradi. Qani boshla, hayajon bilan ish bitmaydi. Mana mushundaq baxt bilan uchrashganda salmoq bo'l do'stim. Baxtning ta'tirisimi avu ko'langimizdek bizni agishib yuriydi. Ani shuni unutma, qani so'zla, dedi. Kamil mas odamdek do'stining mo'risiga tashlandi. Ko'langa emas, bo'ynimga qilish tegsimi hamon pisand qilmayman. Hayotingda mundaq chaqlar ko'p bo'lsa bir qatim bo'ladi. Salmoq palmoqligingni qo'y, yomon tarafini o'ylama. Mening xushalligimga sherik bo'l. Bir kun, bir soat, hatto 1 minut bo'lsa-mu xushal bo'lib olsang, tantining jon-jining yayrisa, shu bo'lg'ini, angla jon do'stim. Jon do'st. Hayot nima? Do'stlik bilan dushmanlikning ko'rishi, baxt bilan falokatning bir-biriga qas qilib turishi, xafalik bilan xushallikning almashib turishi.
Umuman bu zid narsalardan hech kim o'zini qochirolmaydi. Sana sin berib yarashgan kiyimlaring kunlarning birida keraksiz latiga, yergitishlik narsaga aylanganiga o'xshash, sening badaningni ertiyotgan xushalligingmi kunlarning birida peshona taringdek qurib tugaydi. Onun tüggen kuni xapiligingning boshlangan kuni bo'ladi. Saltanatlik toj egilarmi, kula jandi kiygan g'amsiz divonalarmi shundoq yashaydi. Sababi hayotning bu qonuniyatini hech kim o'zgartirolmaydi. Eli mana mushu aqidani quvvatligichi. Shuning uchun u xushal bo'lib uchib ketmaydi, xapi bo'lib cho'kib ketmaydi. Rahat parag'atga o'zini etib, jafo mushaqqatdan qo'rqib, oson yo'l bilan baxtga erishishni izlaguvchilar uning uchun arzimas odamlar. Lekin turmush arzimas odamlarni mu elidek tamkin odamlarga do'st qilib qo'ydi. Mana Kamiljon hayajonlangan uning zilva qamiti beshig'i qo'ngan baxt qushining salmog'idan notidek eg'olmaydi. Eli bo'lsa uning ta'tirisicha, uning do'g'loq gavdisi do'stining salmog'iga bardoshlik berib, eg'ir yuk ko'tarib mangan yo'lovchidek bir xil qimirlaydi. Xiyolchan qora ko'zlari yulduzlardan xijil bo'layotgandek yerga tikilgan. U Kamiljonning hikoyasini ixlos bilan anglayotgandek ko'ringan bilan baya yodlagan ximiya formulalarini pishiqlamoqda. Lekin ko'rinishda u do'stiga yistash, do'stining hikoyasi uningga ta'sir qilayotgandek, u go'yo butun diqqati bilan do'stining kelgusi baxti uchun bosh qotirayotgandek cho'nqur xiyol bilan ketyotidi. U amalda do'sti uchun xushal bo'lg'ini yo'q. Azaldilla bir kishining iltimosini rad qilmagan bu yigit Kamiljonning ko'nglini dapla uyqusini sayli uchun qurbon qildi. U albatta do'stlikni qadrlaydi. Jon do'stim, shundoq qilib, har kuni ularning maktabining oldiga berib, qorong'i tushguncha turdim. Xuddi o'tgan kashkanlar meni qiz saqlab turayotganimni bilib bo'lgandek, har bir yo'lovchidan qisindim, qo'rindim. Lekin bir oygacha kechki tomoqdan keyin shu yerda bir tup terakning tuyida chashqan to'shigini marab yotgan mushukdek qizlar yotig'ining eshigini marab turdim. Hay adash, meni qilinlashtirganmi, g'ayratli qilayotganmi muhabbat? Qizning eti nima? Eli zerikib so'radi. Nima bilmamsina, eti mahbuba bo'lmamdi sarang. Eliq chaqda sizlarning yezidan eshak karvasi bilan birga kelgan qizchu. Undaq go'zal shaharda tugul butun Shinjongda yo'q. Uning kulkisi aptab, qaraydigan bo'lsa ko'zlari yulduz, ko'z nuri o'q. Ha, qani so'zla. 2 qatim sirtqa chiqdi. Yaxshimisiz desam kulibli qo'ydi. Nimaga keldingiz demisimi xon qizni izlab keldim dedim. Xon qizni chaqirib qo'yay deb kirib ketdi. Xon qiz bilan nima ishim bo'lsin, sening nomingni satdim. Sening nomingni anglab xon qiz yayrab ketdi jumu. 2 qatim xon qiz bilan ko'cha aylandik. Oxiri xon qizga gapni ochiq aytdim. Xon qiz mahbubani boshlab chiqdi. Biz kinoga bordik. Xon qiz g'ipli qilib bizni tashlab ketib qoldi. Men mahbubani mana mush ko'cha bilan yotig'iga opirib qo'ydim. Shulima? Boshini shu adash. Yotig'i oldida qo'lini tutib ko'rishib xo'shlashdim. Qizning yuragi og'ziga tiqilib tili gapga kelmay qoldi. Hayajon, muhabbatning boshlanishi mening o'tkir ko'zlarim ko'rdi. Sazgur yuragim sezdi. Qiz meni yaratdi. Mana bu boshlanish jon do'stim. Qalgan qadamlarning planlari tuzilib bo'ldi. Güzel hayotning yo'li ochildi. Sen menga va'da bergin. Jon do'st bo'lamsan, sening yordaming lozim. İnim deding, endi do'st bo'lding. Akal qo'lingni jon do'st degin. Jon do'st. Nomuschan yigit. Kamiljon Kadirning o'g'li. Kadir bo'lgandimi shaharda nomi bor boshliqning o'g'li. Uning dadisi Namrat Kongseni nuqta qilib yezi xizmat ishlaganda Elilarning uyida yetib qopib g'izo yegan. Shu chaqda Elining onasi bor edi. Eli onasi vafot bo'lganda to'liqsiz o'ttirning 1-sinfida o'qiydi. U oq ko'ngil, mehribon dadisi Eli bilan Elining akasi G'ani ikkisini obdanroq o'qitish uchun uyning va talaning hamma eg'ir ishlarini ustiga olgan edi. Lekin balalar uningga yo'l qo'ymadi. Uy ishini Eli, uy ishini G'ani ustiga elib, qeri dadisining mushaqqatini azaytdi. Shunda qilib to'liqsiz ma'lumotli bo'la olgan bir jup o'g'il ishdi pishdi.
Ата-анысының halallығы, işçanlığı oğullarga miras bulup sыңды. Kamiljanның dadısı 10. sınıfını tügütüp оқышсыз қалған шоқ oğlunu çeniqsun dep yezıga Elilarning uyiga chiqib qo'ydi. Kamiljon shundan keyin bu uyning erkisi Eli uning xizmatchisi bo'lib qoldi. Eli uning tamig'i 40 qat yugur yetim ishlarini o'ddiga oldi. Ata-onasi Shamil Juyjangni qandoq kutgan bo'lsa, ikki o'g'il Kamiljanni shundoq kutdi. Lekin Kamil erki o'sgan bola bo'lg'achqa, yezi yigitlarning xolis xizmatini, otasining yuzi, har oyda beradigan tamoq puli, so'g'i salomlarning kuchi, eng muhimi dadisidan kelgusida elilarga keladigan yaxshiligiga bo'lyotidi deb o'ylaydi. Shunga u elilarning kutishi, uning xushomatini qilishi turmushning egiz pastligi emas, balki insonlarda bo'lishga tegishli tamo va manfaatga intilishning belgisi deb qaraydi. Shunga pat-patla. Elifkam, xizmating yaraydi, unutib qolmayman. Dadamla hayot bo'ladigan sen yerda qolmaysan. Sarf qilganingdan, o'ylaganingdan ortiq narsaga ega bo'la olaysan, deydi. Bu chaqda Eli qizirib yerga qaraydi va "Nima degining bu? Bizga nima lozim edi?" deb qo'yadi. Lekin Eli bilan G'ani Kamiljondan ham nayta rozi edi. Sababi Kamiljon har dushanba shahardan nurg'un yangi kitoblarni, qiziqarli jurnallarni elib chiqardi. Eli bilan G'ani qin-qiniga patmay xushal bo'lib, oqshomlari bas-bas bilan kitob o'qiydi, talishadi, tartishadi. Zerikishlik yezi oqshomlari kitoblar bilan ko'ngillik, qiziqarli o'tadi. Yil o'tdi. Eli kutkuchi ini Kamiljon buyurtquchi aka bo'lib yilni o'tkazdi. Bu chaqda mahallada xeyli ishlar bo'ldi. Xotirga olg'idek ish mahalladan Xonqiz texnikumga shaharga o'qishga kirdi. Xonqiz yezi bo'yicha eng chiroyli, eng sho'x qiz. U Eli bilan bir partada o'tirib, nurg'un imtihonlarda Elining yordami bilan yuqori numar ola olgan. Doim kulib qiziribli turadigan Eli o'z tirishchanligi, aqlligi bilan Xonqizni yaxshi natijaga, inovatga ega qilgan edi. Hozir Xonqiz texnikum o'quvchisi. Eli bo'lsa 17 ga kirgan dehqon yigit. U tangsizlikka Eli ichida norozi bo'lsa-mu, lekin hasad qilmadi. O'z yesidan bilim yurtlarga bir qiz bo'lsa-mu mangani uchun ichidan xushal bo'ldi. Aradan yil o'tmay Xonqiz Elilarni ko'zga ilmas bo'lib oldi. Uning cho'risida agiydigan Kamiljonmu hozir yaratmaydigan bo'lib oldi. Eli Xonqizdan emas, uni o'zgartirayotgan shahardan ranjidi. Lekin bir yildan keyin tuyuqsizla Kamiljon bilan Eli hozir o'qiyotgan maktabi pedagog texnikumiga o'qishga kirdi. Umu shaharlik bo'lib qoldi. Ular bir yataqda yetib qopib bir partada o'tirishdi. Kamiljon endi Eliga texmi yo'lindigan bo'ldi. Uning topshiriq ko'chirdigan konspektlarmi Elining qo'li bilan tutadigan bo'ldi. Bir kuni ular Elilarning uyidan shaharga eshak karosi bilan qaytib, yarim yo'lda yomg'irda qoldi. Eshak karosi tasda ilgirlaydi. Kamiljon birdilla Elini nuqidi. "Qara, Xonqizlar piyoda ketyotidi. Harvaga chiqirib olayli." Eshak harva qizlarga yetishdi. Eli harvadan sakrab tushdi va harvani sharat qilib, "Harvaga chiqib olinglar, Xonqiz", dedi. Qizlar xuddi eqib ketib, bir tal qutquzg'uchi limg'i yo'liqqandek xushal bo'lishib, harvaga yamashdi. Eli ularga mishkapdan yasab olgan yomg'irliqni yepib qo'ydi. Kamil qizlarga yaqin o'ltirib olib, Xonqizning do'stiga tikilib qaradi. "Bu singlim kim bo'ladi, Xonqiz?" "Mening do'stim. Ismingiz Mahbuba." "Mahbuba, him. Sizlar saboqdashmi?" "Ha, bir yataq, bir partada." "Him, Eli ikkimizmi shundaq? Mana 2 jup bo'ldik. Xushalmisiz, Mahbuba?" Mahbuba qizirib yerga qaradi va gap yotkash uchun eshak bilan tang tarajab ketayotgan harvikash bolaga "Chiqib oling, qiynalib ketdingiz", dedi. Eli kashli bo'layotgan rezinga oyog'ini silib, harvining keyindagi cho'p ustiga qo'ydi-da, tizig'icha lay kechib turib qizga qaradi. Mahbuba chiroyli edi. Bundaq chiroyni bizning Eli tunji qatim ko'rmoqda. U hang-tang bo'ldi, lekin o'zini tutib oldi. "Men eshakka yordam qilmasam qorong'uga qolamiz, takrorga kechikmayli."
Yigitning g'amxo'rligi muni go'zal shahar qizini rozi qilgan bo'lsa kerak. Qiz omoqqina kulimsirab qo'ydi. Kamil darhol qizdagi rozilikni bayqidi-da, qizning diqqatini o'ziga burash uchun uning ismi Eli, Hazrati Eli uchun bunchalik qiyinchilik hech gap emas, dedi. Qizlar qaqoqlab kulishdi. Eli tunji qatim haroq ichgan odamdek qizardi. Ham qiz Eliga chaqchaq qildi. Nimanchi qizirsan Eli? Eshakka yordam qilaman deb etilib ketma yana, harviga chiqib ol. Kamiljon gap qatdi. Ishiga tartalmasimi numus qiladi bu numuschan yigit. Qandaq yordam lozim sana? Eli bu xotiralarni allaqachon unutib bo'lgan. U 2 yildan beri shunchalik jiq kitob o'qidiki, uning ko'z oldidan nurg'un ajoyib yangiliklar o'tdi. Bu yangiliklar yezidagi chig'ida xiyoliga kirib baxmagan. Ilm qonunlari, tajribaxonadagi ishlar, ko'rgan anglaganlari, adabiy kitoblardagi voqealar, turmush sarguzashtlari bilan oralashib ketgan har xil odamlar. Shuning uchun ham qizning heliqi yomg'irliq ostidan o'ziga qarab kulimsirgan do'sti allaqachon uning xiyolidan ko'tarilib ketgan edi. Bugun Kamiljon aytgandan keyin xuddi allaburunqi qizqarliq tushini aslagandek qizning chiroyi, ovozi va mengish turishlarini aslab ko'rdi. Ikki jup o'g'il qiz chilanqirab yaqqan yomg'irda ortiq qaynagan yangyudak ezilib, yengila qetiq qachilangan suzma xaltisidek hammali yeridan suv tepchiraydigan bo'lib qoldi. Ular gugum vaqti bilan shaharga aran yetib keldi. Navada eli yandaq bo'lmagan bo'lsa, mis eshak ularni 7 xubdanga qoldirgan bo'ladi. Harva Kamiljonlarning ishigining oldidan o'tdi. Kamiljon elining qulqiga. Eshak bo'lmagan bo'lsa, uyga kiratdik. Apam eshakka o'sh. Uning ustiga Kamiljon eshak harvasida kapti desa, ahalla oldida sat, dedi. Eshak harva bir tar ko'chining eg'iziga kelganda, 2 qiz harvadan tushdi. Xo'sh, dedi ham qiz tar ko'chiga burilib. Sizlarga rahmat. Harvani bizning ko'chiga tarting, dedi Mahbuba harvadan tushib. Rahmat, takrorga kechikdik, dedi Eli yalang oyoq putlarini yoshirgandek qo'rinib. Yataqda tamoq yo'q, muzlab ketdinglar. Yuringlar, qiz Harvaning oldini turdi. Men yolg'iz mangman baribir. Tart Eli, dedi Kamil Harvada turib titrab. Bundaq iltifotni qaytirish gunoh. Tez tart. Eli Kamiljonning buyrug'ini o'rinladi. Buk mevilik ko'ylida qizning onasi ularni issiq mehri bilan kutib oldi. Aqlliq ko'zlari xiyolchanlik bilan bir nuqtaga tikilib turadigan kang peshona, quyuq, to'lqin chashliq dadisi issiq choy va mazalik tamoq bilan ularni mehmon qildi. Kamiljon chala biladigan va anglab olgan yangiliklarni shunchalik azvaylab so'zildiki, Mahbubaning Savirjon dadisi chig'ida 2 qatim yoshirin asnib oldi. U kamso'z, nomusjon Harvikashga qarab, "Senmi o'quvchimi?" deb so'radi. "Ha, bu mening savoqdishim", dedi Kamiljon Harvikashni tonishtirib. "Men yeziga tushganda shularningki turgan, u mening kitoblarimning yordami bilan bizning maktabga imtihon berib kiraladi." "Yaxshi", dedi Mahbubaning dadisi Eliga sinchilab qarab. "Men uzun yillik maharibchi, balalarning, yoshlarning mijoz havaslarini kuzatishga qiziqaman. Sizlarga qiziq tuyulsimi, hurmatsizlik sezilsimi aytib qo'yay. Xon qizim uyga kiribla yangi gilam olganimizga sap soldi. Kamiljon o'g'lim mening Yevropacha yasinib tushgan rasmimga aynaklik ishkop ichidagi haroq rumkalarga diqqat qildi. Harvikash, aklatma isming bo'lib qolsin, xafa bo'lma. Harvikash balam kiyimlarini siqmayla kitob javonimga yepishdi. Qo'yib bersam, kitoblarni o'ngtay-to'ngtay qilg'usi, qo'ltig'iga bir nechta kitobni qisib mang'usi borda qiladi. Havasinglar har xil, lekin hammanglarla mening bolalarim. Hech ota o'z bolasini yomon demaydi. Hammanglar suyimlik yoshlar ekansizlar. Qani taomga baqayli, Harvikash balam chiqraqya. 3 yil o'tdi. Bu yil Elilarning oxirgi yili. Qizlarmi bu yil o'qish bitirdi ekan. Eli xon qiz bilan mahalladimi, shahardimi pat-pat uchrashib turdi.
Lekin Mahbubani bir qitimli ko'rdi. Ya'ni ular bultur viloyat bo'yicha echilgan ilg'ar ittifoq a'zolari yig'inida ko'rishdi. Mahbuba Elini tunibdi. Eli bo'lsa qizning savollariga qisqa va qo'polroq javob berdi. Qiz, "Bitirib shaharda qolarsiz?" dedi. Yigit, "Yo'q", dedi. "Nega borsiz amsa?" "Nega bo'lsa shu yerga boraman. Shaharga bo'lsichu. Yezimizga yo'tkilib ketaman." Mana bu qizni Elining do'sti Kamiljon yaxshi ko'rib qopti. Albatta Kamiljondak qo'li uzun yigitlarmi yordamga muhtoj. U o'zidan ustunlardan yordam kutishi lozim edi-ku. Kamiljonga Elining qanday yordami lozimkin?